Sizda ham homiladorlik testi musbat chiqib, bir necha kundan keyin hayz boshlanganmi? Demak, siz quyidagi xatolarni qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Birinchisi, homiladorlik testini o'z vaqtida qilish kerak. Ya'ni siz hayzdan o'tganingizdan keyin homiladorlik testi qilish tavsiya qilinadi. Ungacha qilingan homiladorlik testi noto'g'ri natija ko'rsatishi mumkin va bu sizni adashtiradi. Ikkinchisi, ba'zi bir organizmdagi kamchiliklar, ya'ni kasalliklarda homiladorlik testi musbat bo'ladi va 1-2 kundan keyin sizda hayz kelishi mumkin. Birinchisi, bu tuxumdonlar polikistoz kasalligi. Bunda qonda LG gormoni miqdori yuqori bo'ladi va buning natijasida sizning testingiz musbat bo'ladi. Lekin 1-2 kundan keyin hayz keladi. Ikkinchisi, siz HGC gormonini olgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni siz follikulangizni yetiltirmoqchi va yormoqchi bo'ldingiz va bunda HGC ukolini oldingiz va natijada testingiz musbat chiqdi. 1-2 kundan keyin hayz boshlanadi. Yoki yana bir sababi bu bioximik беременность deyiladi. Ya'ni siz homilador bo'ldingiz, embrion hosil bo'ldi, ammo organizmdagi ba'zi bir kamchiliklar tufayli bu embrion kelib endometriyga joylashmaydi. Bu bioximik беременность deyiladi va buning oqibatida ham homiladorlik testi musbat bo'ladi, ammo bir necha kunlardan keyin hayz kelishi mumkin. Sizda ham bunday holatlar yuzaga kelayotgan bo'lsa, albatta murojaat qiling. Birgalikda yechim topamiz.